Rahmat. Hoş kelibsizlar azizlar. Çayxonamiz sahnasiga. Eren şirketi qo'llagan çay sohbat bizmisiga. Rahmat. E'tibor Tor Sodi shaharchisi bilan Eren Girim buyumlari şirketi alayda qo'llagan. Canan Pentexnik şirketi alayda talab qilgan Energiya çay rishtisi programmasi orqali har qaysinglar bilan didorlashib turganimdan intayin xo'shalman kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Rahmat. Qani çay içinglar mehmonlar, çay içinglar, çay qo'yay, Qani. Oho, Sardovkam. Ne qirasiz? Bugün çayxonamizga mana şaş aq ko'ylakni kiyib kelgan qiz xonimlarimiz kelib o'tiribdi. Shunga qaraganda çayxonamiz bugün bir muhim ifoda qilib turdi. Shundoq aka. Bizning shu çay rishtisi programmamizni alayda qo'llagan o'rin. Oş Eren Girim buyumlari çeklik şirketi bugün keng dasturxonini, güzel dasturxonini, güzellik dasturxonini bugün salgan alaydı kun emas maka. Bunday gap bor edi. Onda olsa bugün çayxonamizning sahnasi güzellikka purkinib ketirganda. Esil purkinib ketdi. Shunday deyman, Rahmat. Bu Eren Girim buyumlari şirketi bu Eren deganda g'uljudi tağlarda uçadigan bir mezmut bir daraxtning ismi bu. Buni qaraganda mushu Eren şirketini mezmut daraxtdek bir qad ko'tarib o'tayli degan bir ideya bag'ishman dadilka. To'g'ri dedim. Ya aka. Meni de yaxshi bilganda. Ben Erenni tog'mikin dedim. Ya abeka ben anlasam bu Eren Girim buyumda qilayotgan bu Nasriddin kamga to'g'ri 15 yil o'tdi deydi. Şuna qaraganda Erendan qarag'ayga o'zgarib ketam degan bu. Qarag'ayga kelsa keyin Girimlarni tiyilla qilgan bu kezajer. 15 yil bo'lganmiz 150 yil bo'lib ketamdi o'tdi. Uni ketamdi bizim degan olmay. Toshbaqadek. Anda bo'lsa Adlaka. Xo'sh. Musha kelgan mehmonlarni men bir tafsilotli bir tanishtirib o'tsam, undan keyin bir çay sohbatimizga bir kirib kelsa qiziq. Albatta, shunda oldi qani mehmonlar bir tanishib olamdik. Shunday qilaylik. Bu yoq bo'lsa mana shu Eren Girim buyumlar çeklik şirketiningki qurg'uvchisi Nasriddin Apandi bo'ladi. Eren şirketiningki ijroiya lideri. Yushu Girim buyumlarininki mana shu Şinjandagi boshlamchisi bo'lgan Munira xonim bo'ladi. Qartalimiz. Eren Girim buyumlar çeklik şirketiningki oliy maslahatchisi, negizlogiya tadqiqotchisi Nur Muhammad Negiz muallim. Bu yoq bo'lsa shirkatning oliy hamkorlashuvchisi, shundaqla setish chempioni Adilaxon qiz bo'ladi. Rahmat taginglarga. Onundan sırt yana bizanki yaş talantlı naqshchilarimiz o'zining muhabbat kuylari bilan hammamizningki yoshlarning bo'lib yuraklarning tog'larini titirtib kelayotgan bizning talantli naqshchimiz Abduvali Nurtaymi kelibdi mana. Bizning shu xalq suyar san'atkorimiz, el so'ygan san'atkorimiz Olim Abdurim Apandi. Hazır qarşılandı. Tor dünyasida hammamizga kulki ata kelayotgan bizning Farhatjon inimiz bilan Farhatjon inimizningki qaynotasining ayolining qizi. Adila so'ngimizmi kepto mana qarşılamız. Hammalarning chin ko'nglimizdan qarşılamız. Rahmat. Unda bo'lsa, bizning tor cholponlarimizni kepto shunglashqa, naq maydonda tor cholponlarimizniki bir numerini bir ko'rib baqmamdi. Shunda qildi. Qarşılar. Heyecanlı var. Yaxshimi shu çayxona rishtisisidagi ustozlar hammangizlarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Farhod Sattardan, ayolim rafiqam Odiladan hammangizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Anda bo'lsam shu kelgan aziz mehmonlarning do'stlarning hurmatiga men shu film qilib ishlashga imkoniyat yor bermagan, ammo lekin o'zim ben yoqtiradigan bir yozgan komediyadan bir ishkini hemşeherde sizle beray. Yoqtirib olishingizdan mutluman. Rahmat. Ben o'zim Turpandan, ammo o'qigan kasbim men 2012-yil san'at yo'lida ovoz aktyor kasbida o'qidim aka. Ovoz aktyor kasbida o'qidim, ammo lekin shivam bak eg'irma qilgan kasbim qat'iy tushmaganlarda meniki. Boshqa yurtlarning kasbi chinkan amerikalik shivalar uchun biz Turpanniki yomon qotdiqmi? Mening bechon qoldi sinfda.
Malımda sual. Malıma cevap verip bakayım ha. Desem ben uçuk karsam beşim oraydan okaldı. Şivem yığır olgan günce o. Siz bu şivinizni ben yoqturma. Ama lekin bizning ma kesib tushmaydi dedi. Buldu malıma tirişay dedi. Ben de jiqtirishdi bu esnada. Ovoz aktyor edin ekan men kesib. Bir yer bu ovoz yerdan bir qilsa bo'ldi. Shuni vallahi bu malum ovozga kirgizyapti. Voy sen ovozing degan karton tushdi. Ovozing yaxshi yo'q deb. Ammo qilib kirdim. Bir yer bir karton bada men ovoz yerdan. Asli diyalog ilqi bunda diyor. Ular bizni beqib samirdi. Bunda qilishlik sabab bizni mazlik taom qilib yemakchi degan diyalog diyor. Keyin o'ygan nuqta shuni ovoz ba'zab sadab kirdi original va qo'limda. Jiddilishim bor u bu va deb bo'lib chiqsam malum mana o'tirib ketdi. Deb o'y nima bo'ldi malam sen o'zing chiqib anglab boqaman deb. Bo'ldi deb chiqib anglasam qo'ypadi ilqini qanada qo'yibdimi demaysizlar. Ular bizni beqib samirdi. Oyna qilib bizni yemakchi bular. Shuna debdi-manda. Shuni malum qanday bo'ldi deb bu qo'rg'uchilikda huquq yetdimi men ma'lum bo'ldi. Men tuzday dedim. Ikki o'rimchilik shu o'rtaq tilda yaxshi bolalarni qet qo'ydim ha. 15 kunda bir qana alog'ini bir yotoq kirib o'tdik. 15 kundan keyin oshlar men o'xshash so'zlardan bu ketdi. O birer gaz çalmaydı ha. Vay turpalla, vay bizim qarg'uchilik desam çalmaydan mı ketdi? O bunday vallahi o. Ma'lum qirab fikam bu bo'lmadi bu. O'zingiz tayamsiz bo'lmaydi ekan dedi. Bo'ldi deb kitobni qattiq o'qidim. Ta'dil bo'ldi-da jarayondagi. Kitobni qattiq o'qidim, postlarni o'qidim. Bu yerda orliqda ota-onam telefon ruqas besiytimi? Uchur yozma. Manga amal va telefon qilmanglar. Sizlarning shivanglar eg'irga, xatizinglar da qo'ymanda. Alog'inlar miyat uchur qilib telefon qilib bu qilsa, oshlag'imkidan besitib. Og'inlar, shivanglar yomon eg'irga. Bu menga qattiq ta'sir qilib, mening istiqbolimga daxli yetkazishi mumkin. Bo'lsa men xat yozsanglar dedim, alog'inlar xatizni mo'shinchilik tirishdim-da men. 2 oy besib kitob o'qidim. Kinonchiq ko'rpadim va Şivem o'zgarayapti. O'zimga manchilik o'rtoqda so'zlaydi adam yo'q. Ma'lum bir xo'sh qilibdi. Endi meni kim turpandan chiqdi deydi qana dedim. Shuna ular dog'dam qadamlarni ketib bormab edi. Shuna ular ishni oldiga chiqdim. Majda taksida men turdim. Nega borsiz deb. Sana shu yerga kelsam, "Voy turpaligim demasiz" dedi. Yaxshi zappadin. Ovoz artishmadish? Ovoz artsa. Ovoz bermay o'tsa degida? Ya, ovoz. Ko'chalar ovoz bersang bo'ldi kechalar. Yaqinlamaydi qadamdan. Qatnash voqealarga ovoz bersang bo'ldi. Shuning bu chosh yo'q tuz qanday sopon ishiltsasan, odat 110 yilga shuydigan tozang beshig'im bitar. 100 so'p ishlatmayman. Shimenay bo'ldi, mengengash bo'ldi. Shung yeran kirib oldingda sen. Aşağı pul kedi gada bak. Ama yuşunun shimenaysini ishlasam choyim chiqadi qo'yadi. Ha, Muneriyadan desam beshang azroq siqib turdi. Bezmat beshang payizkada seni kelib xo'shantizdiganlarda. Ya, misharam chiqib to'y pulini tijoratim aka. Beshim fangon bo'latam mushtabda. Ya, fangon bo'ldi-ku, ma'lum ko'z ag'ribyapti hozir. O başka yengem içip sorup oynadığın başka o. Agam deme agam. Sırf çıkıt kalmışım agamcım. Ya amca rast gelip dağıttınız mı? Ma buraya körüptüm değil mi? Bak kim o mu? Terang mı özendin kim? Peyzbalık, turpalık yok kamda bu. Özenlan adım o kaç külmeyizle gayez. Ha, o işki bobiyor. Xatayga qilsang urma deb qo'yib qo'ydim mana narsa degan. Sizlar merandingmi? Erandingmi? Ya do'st, ha deydi juma merandingmi desam men hozir. Ash ko'chatga qaraydiganlar bo'ladi. Çayxandaki aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Shu topda huzuringlarda bo'layotgan Eren Grim buyumlari shirkati E'tibor to'g'ri savdo shaharchisi alayda qo'llagan Canan Pentexnik şirketi alayda talab qilgan Çay Rishtisi programmasi. Davasa bizimki isil naqshchimiz Turg'un Turahunjandan Erkinninki hem meninki tenkeshikimda bir payda naqsh anglamamda. Alaylar, marhamat.
Bugün İran şirketininkine çin içip oturaptı. Mening bir narsa so'rag'im kelyapti. Munira direktor. Hozir ham bozorda girim buyumlar shundoq ko'p. Mushundoq raqobat intayin kuchli bo'layotgan shu sharoitda sizlar o'zinglarning qanday xosligi, afzalliginglar bilan put tasab turasizlar. Shuni bir anglamiz gap qil. Anglab baqamdi. Anglaylar. Salam ekran aldidagi ko'rarmanlar. Shundaqla naq maydondagi bizning ustozlar, bizningki Jiroq demay kelgan qaltis vakolatchilarimiz hammanglar bilan ko'rishganligimizdan intayin xush bo'ldik. Endi yuqorida Adilkamning savolini bizdan atrofimizdan bizning ko'p odam so'rab ketgan. Bizda bundaq gap bor, qushqashni muqassab so'ysin degan gapimiz bor aka. Shuningga o'xshatsam Həmmanla bayam anılğandək Nəsirdin kam güzellik sahası bilen muşu karxanı kurup muşunun bilen şuğulunu atqılı 15 yıl boldu. Mən bolsam Ali məktəbini bütdəgəndən kin mana muşu teri asıraş kəsbi bilen şuğulunu atqılı 10 yıl boldu. Bu 10 yıl jarayanda mən başqa kəsbki yötkəlmədim yoki başqa yolda mağmadım. Faqat izleniş, ügünüş bilen boldu. Bu jarayanda teri asıraş toğruluq işkir ülkelerde köp ügünüşlərdə boldum. Yani muşu kəsbinin haqiqi işçigi kirdim deyələyəm. Şu an bizninki şirkette teri asraş məhsullatlarını haqiqi halatda terilerini bilip durup, düşünüp durup bu ayollarning bo'lsin, erlarning bo'lsin yuz terisi qandaq bo'ladi? Qandaq o'zgarish bo'ladi? Buni davolash jarayonida biz qandaq masalaga yo'liqmiz? Buni qandaq hal qilamiz qatorliq mushu tarafdagi bilimlarni o'zimizga uzun yillardan buyon ügünüp, muşu cəhətdə özümüzni müstəhkəmləb gəldik. Yığıb etqanda deməkçi boğunum, biz özümüzdeki, qo'sğumuzki bilimge, teri asraş məqsadlarının içində utub çıxalaydığımızqa, bilimimizdən həmmədən güclük həm çoğunqur işgərligiga işendik. Rahmat. 20 yil
Her bir kasbni albatta uzun bilgan, uzun o'qigan, uzun o'rgangan odam kasb qilib baxmaganlar qaraganda albatta farqimiz bo'ladi. Bo'libmi mana ustozlar hammamiz sahna qaraydigan bo'lsak, bizningki ter asrash buyumlarimiz bilan to'shib ketdi. Buningdagi sabab bo'lsa, odatda odamlarning terisi, mayli er, mayli ayol bo'lsin, bizning umumyuzlik teri 5 turga bo'lindi. Biz terlarni qurg'oq deymiz, mayliq ter deymiz, sazgur ter deymiz, T shakillik aralash ter deymiz, neytral ter deymiz. Jahonning nariga borsak, bu teri shunda 5 turga bo'lindi. Şunu biz odatda xayrida aldığımız kelgan vaqtda eng oldi bilan xayridaning terisini turga ayıramiz. Sen zada qaysi teri tipiga tava. Seni men qandaq davalash ip berishim kerak deb oldi bilan tipga ayıramiz. Terini tipga ayırib bo'lgandan keyin, undan keyin biz mahsulotni xayridaga tangshab berishga boshlaymiz. Endi odatda terlarning bo'linishini bilmay turib, Muşu cihetdeki aqalli bir savatni bilmey durup biz teri asrash sohasiga kirib ketib qalsak, kasalni bilmey durup diagnoz qo'ysak, buningda hamon bir xatolik chiqadi. To'g'ri. Biz dal mushu tarafdagi xatoliklarni yo'qotish, shundaqla mushu tarafdagi kamchiliklarni to'liqlash uchun bozorga chiqdik desam, tamoman ortiq ketmaydi. Rahmat. Munira direktorning so'zini anlagandan keyin teri olgan tushunchimizni ham ochdi. Men faqat terini ham shu qilin teri, nipis teri, izzat tatmaydigan teri, izzat tatadigan teri deb bundal bilaman-da men. Numus qilmaydigan teri. Mandan ne chiqilib bilindigini faqat bilmaydi. Demak, mushaq ustozlarning gapini ko'p anglagandan keyin mushu sohada bo'lgan bilimiz oshidi. Rahmat sizga. Nima degan türü jiq deymi bu girim buyuminglarningki. Bu ayollarning bir ishi yomon. Jiqkene mushunchilar, mushu bozorda shunchilar girimning orasidan yana o'ziga mushundaq loyiq, o'ziga to'g'ri keladigan haqiqiy mana mushta girim buyumlarini tanlab ishiltirgan gapdan shular. To'g'ri. O'ziga yoqqandiki, uning kendidan ham bo'ldi ekan deb. Men o'sha eran bo'lgandan bu eranninki girim buyumlarimi shu haqning tanlab setilish ihtiyojli bo'lgan bir girim buyumlarining birisi. Men bir so'z bir girim qilay degandim kun meni chashtamiki. Haqiqatan muhammaylarni oldimiz qarsak, shu sahna tiziqli to'g'andek, bizningki ter asrash yurishliklarimiz jami 5 yurish 32 xil maldan tarkib topgan. Qarmoqqa bu qarablan bir odam bunun ko'pligini biladi. Men yuqori deganga o'xshash terlar bo'linadi. Biz har bir terning bo'linishiga asosan shu mahsulotni shu xaridaga tanlab turib iste'mol qilishiga sunishimiz kerak. Bizning ortiq yerimiz, biz bir yurish moy bilan 5 xil teriga muomala qilmaymiz. Biz buni xato usul deb qaraymiz. Bizning Eranda bundaq ish yo'q. Biz 5 xil teriga 32 xil yurishlik bilan muomala qilamiz. Shu hamda biz hozirgacha o'zimiz so'yib kelgan mushu kasbni mukammal ifodadoq deb qaray olamiz. Odatda bizningki vakolatchilarimizga har haftada, har bir necha kunda bir qitim mushu jubo qilish orqali, uningdan boshqa o'zimiz mush to'plar dars o'tish orqali teri asrashga bo'lgan bilimini nihoyat kuchaytirib keldik. Bu yerda şirket rahbarligi yoki Nasr Nakam yoki malla emas, balki bizning vakolatchilarimizmi mana mushu jihatdan nihoyat yuqori bo'lgan saviyaga kelib bo'ldi. Biz mushu jihatda tarbiyalab bo'ldik. Şuna bizningki ko'pchilik mayli ekran oldidagilar bo'lsin yoki naq maydondagilar bo'lsin, bizni ham bizning vakolatchilarimizning do'konlariga kirib o'zining yuz terisini xotirjam holda mana shunday kasb egalariga topshirsa tamoman bo'ladi deb kesib aytalayman. Çayxandaki aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar. Shu taqda huzuringlarda bo'layotgan Eren Girim buyumlari shirkati E'tibor to'g'ri savdo shaharchisi alayda qo'llagan Canan Pentexnik şirketi alayda talab qilgan Çay Rishtisi programmasi. Şunun qaraganda aka, sizning o mahsulot daraxtdan chiqar ekanda aka. Yaxshi aka. Nurmatga qanday qaraysizmi Nasr apandimga? Yanchilab qaramik. O'zingizlar qaraydi. Nurmatga bu jiqni qilib ketdim. Umaq akam, rosa beg'izillam deydi gapniki. Ma Nasr akam masala sabtga qanday qilsam taraqqiy qildirma debga, meg'izliqli bir qizga qilaymi? Desa, danga desa tirishinglar dedi. Feyzi akam, atishdan shunga meg'izliq gap qildi bu. Endi Nurmatga atishdingmi? Bir yerda ishkimiz akam qara o'tirishlarini. Umaq akam. Qanday bu atamda?
Abayqı maktabdan yumurda yaxşıdı mana gaplar. Bir mo'ch gap odamni taqozo qildirayotsa kelsa. Fayzuva ag'inam paracham bilan kona chiqishib qo'yma. Mushtiringiz turilib ketmasa adash. Soatingizni chinqab bu yerda. Uchilar qilib ketmanglar. Bu odamlar yendim o'tamay sazandilar ketib qoldi emasman. Naqlimni yuzimga ilib tiqib o'tdi ekan biz. Meyadimiz nima u? Uyning adresi ekanda u. Taksichi ko'rsatgan vaqt. Adash. Ko'zoynakmi adash u? Maskimi kim? Maskadek turdi. Pey yarışıptı ko'zoynakka bir kon bir motolardan chirg'ib ochib. Kunduz yinelib, kechki o'chab qolgan bir motolarni chirg'ib oldi. Heyzi motorga, mush motorni meni qaysa qo'lamni kelib egadi. Keyin o'tirib, oldin ko'tarib qo'ymsam motor. Yaxshi bir meni deb, qop-qora kostyumlarni kiyib olganday. Erendi tug'andagi. Oq birnim kiymabsizlar. Bir ya kilib olmanglar ama oq kiyimliklar bilan. Qaralı sherdek o'tirib. Men oq kiyimliklar ama yaxshi vaqirab birdik aka. Vaqiraydi, bek vaqiraydi. Demak, bu tashka bu o'yt deyman. Sizmi o'yt dalamsiz? Voy bu avoq to'qol birdan cho'chab. Fayzuvaga. Nasrdaka bo'layotganda o'zing mushaq degan qo'mida parajan aka bir men o'qitib berkam deding qo'zim. Ben Vanxonda bir muncha pulimni olib keldi dedingiz. Voy, suiqasd kenan aka bu. Sen degan pistirimba programmaga qolding. Sen xushmayman dasturib qilgandan hozir. Operatsiyalarga funksiyon densan qildingizmi aka? Qilding, naq pul beramiz? Ay siz pul berganda emas aka. Balla pul versimi qo'shnilarni so'rar edi. Umar akam. Nirmamat akamni amal haqiqiy yaxshi ko'raman bu akamni. Gaplari bir xil payzi tetimliq, meg'izlik. Shu. Negizlik makasli. Negizlik. Meg'izlik. Gaqqiga unamaydi meg'izlik desang. Da'vagan gaqqimay tükdüdünmüş programlar da'vasak aka. Eng oxirida bir qiz negizini deydi. Yaxshi deydi. Abdulikam rahmat akash mangli etqandan ketding aka narxini. Yarı yok ne biçare dangladı. Ben qo'yamman ben qada. Yo yarı yok ya uyi yo'q demiş. Onun mening qargan endi paracha yaxshi kajuma aka. Yaxshi bu. Chashilmagan bilan turmush bor meni. Ishkana chaqchaqlarni bir xil tushunib kulalaysan ekan-a? Tegidan kuldik amal. Tegidan kulimiz. Tegidan yaxshi kuldi bu amal. Yaxshi kuldi ekan bu. Nechidan kuldi deb gap berdim desadim kamsizlarni. Mabalık 60 koy pul versen telik qilib qoladi hozir. Siz yazankansiz adacha? Shig'la olamsiz. O'lamaydim bat opirdim deymazlar. Ya odam qolsam o'shadim kulib fakan to'laydigandek. Umar. Chaqchaqlar qiziqchilik. Ya yaxshi aka, babalar obdanka parachandak yonmaydi ekan. Parachandan to'kon tatmagan bo'lsa, qachon bir şey kiyolti yozdi. Parachan, o'zim nag'ingiz chaqchaq. Qiziqchilik qo'da bo'ldi. Ko'ngilga qasha yo'qdi. Ajoyib. Mana qitam. Hayatınamda Munira direktorunun gibini alğandan keyin takım 3-chi asıl qilyapmiz. Mening bilishimcha Nasriddin lider efendim burun Golden Rose markasiga ranglik girim buyumlarini import qilib akirib Şinjanga tunutgan. Demek özünün tecrübesi var. Bu ikisi hem de nayt yaxşı maslaşıyordu da. Birisinin tecrübesi var, birisi düşünüyordu, birisi buna ahli. Bayatın sonumuz özümüzdü de. Kuşkaç basıma kasap soyğunu yaxşıca. Bolsa şu Nasriddin efendim şu İran şirketimizdeki taraqqiyot to'g'riliq azroq bir tushuncha bergan bo'lsa, anglab olsak bo'ladimi? Anglab olaylik. Yaxshimisizlar ikromli barliq do'stlar, bizning shirkatdagi xodimlar, vakolatchilar, hammanglarga salom, ustozlar. Bu shirkatni 2006-yilda mana Urumchida qurdik. Bu shirkatni qurish jarayonida bu ism qo'yadigan bir masala chiqdi ekan, shu shirkatni qo'ygan. Bu Eron deb qo'yib qoldik. Buni Eron degan bizning bu EBA G'ulji tarafda bir Eron daraqi bor. Eronlik deb bir yeri var. Bu darak şu her bir fasilde üzgürüp durduğu bir darak hamdi. Her fasilde?
Yazdı bir kuzda bir aytazdı bir degandek 2016 qurgandan keyin tashqi savdo qildik endi bir mezgildan keyin tashqi savdo tugagandan keyin bu siz degandek Golden Rose deb bu rangli krim bilan tutishib bir 10 yil qildik. Yaqinda bu Munira bilan hamkorlashib bu teri asrash sohasiga kirdik endi. Bozor tekshirish natijasida endi nima qilsak mahsulot jiq bozorda. Endi raqobat pek kuchlik. Shunga biz har xil chora amallarni o'ylab bu biz o'zimizning tajribasiga asosan Munira degandek 5 yurish 30 xil mahsulotni bozorga soldik. Bu qisqagina 4 yarim ay mezgilda bizning vakolatchilarimiz hozir maxsus setish do'konlarimiz 30 dan oshdi hozir. Cho'ng vakolatchilarimiz hozir biz bilan O'zbekiston bo'lsin, amaliy do'konlarda bo'lsin, biznechi vakolatchimiz bor. Bizda yangi usul deb qaraylik degan asosda ham amaliy do'kon, ham to'g'ri so'zini birlikda ilib ma'lum. Undan keyin bu maqsadni sog'liqni tashviqot qilish masalasi chiqdi ekan. Tashviqot qilmasak yana bo'lmaydi ekan. Shuning bilan Savirdim bilan maslahatlashib, choy yig'ishtisi degan programmani qilyapman degan ekan Savirda elimiz bilan. Shuning bilan bir yillik to'xtamlashib, mana shu tashviqotni Savirdanga topshirib berdik. Biz o'ylaymiz, shirkatlar bu Savirdanning bu jihatimizni tashviqotni texnik yaxshi qo'llaydi deb o'ylaymiz. Rahmat sizlarga. Bugün çayxanamızga inim Alimjon kepti. Uzun bo'pti seni muzikani almag'la, naqshani almag'la. Yevropa muzikalarını özümüzge moslashtirib etishda ajoyib bir uslub yaratdi. Mayli sahnalerde bo'lsin, so'rlarda bo'lsin, bo'lib bizdekimiz çayxanalarda bo'lsin. Nayta anlasak qanmaydigan naqshlar var. Bir ikki payda anlab baqqan bo'lsak. Anlaymiz, anlaymiz. Bağlığım bağlıyık yarey, yürekni dağlığan vay yağlı. Yürekni dağlığan vay yağlı. Kılığın ne demişsem yarey, kirayın bana vay çağlı. Kamber hancının atlık yarey, kelmem lahine vay tatlı. Ravabım caranlaydı abala, Paris'i altı hanmike. Paris'i altı hanmike. Toyumez kızıp ketti anar güzel bala. Kalbimiz yalqır ammiyeke. Toyumez kızıp ketti anar güzel bala. Kalbimiz yalqır ammiyeke. Şemşekdan ketken kaşkaniyem anariye bar.
Tası kaşkani anari Enciri acep şiren vay yakınlık bahari Enciri acep şiren vay yakınlık bahari Seni deyma yâre Seni kömek vay ülemem var Seni kömek vay ülemem var Seni kömeğülük kessem radiye Gayitemem Kadir Mevlam vay sehi vay yarime Kömeğülük kessem muradiye Gayitemem Kadir Mevlam vay sehi vay yarime Bu şu şirketinlarninki hazırgıçı imiş taraf turalışıda çokum bir mahfiyetlik bağı deyim özüңlarning ayırım he? Bizinki hazırmı vakaletçilerinki bizge egişip mangını şundakla şu soğuklarda jıraqdan kegini hem bizni yaqtırganda elbette bunun da özümüzdeki tutkan bir yolumuz buludu. Bizinki şirketninki mandaq bir şuarı var. Bu şuarımız bolsa vakaletçilerinin qolida mal besilip qalmaslıqa biz kapaletlik qilamiz degan bir şuarımız var. Elbette bizinki çoğun hemkarlaşıqçılarımız oturupdu. Aldı 5-600 mingdan, aqı 200 ming koydum pul töləp durup, elbette bizden mal kırgızdı. Mal kırgızgandan keyin bizning vakolatchilarda besim bo'ladi. Mayli kimdi bo'lsin, bu pul malga aylangandan keyin u malni naq pulga foydasi bilan qo'shib aylantirish jarayonida bo'ladi besim bo'ladi. Biz bularning mana shu besimlarini yengillatish uchun shirkatimiz kirimlarimiz kelgandan yog'i biz tuvallarga tushib bozor etishni birlikda elib bordik. Biz mushundaq malni tashlab beriblam. Karimiz bo'lmaydigan biz bu ish faqat bizda yo'q. Biz çoxum malni qaysi tarafdan qandaq vakolatchi, u mayli oila ayol, mayli dehqon chorvachi bo'lsin, bizning milimizni olsa, biz ma'lum mazgildan keyin ular bilan aloqalashgandan keyin çoxum oilasiga, oilasiga va yoki qandaq yerga sharoit bo'lsa shu yerga berib turib, mallarimizni tashviqot qilib, qo'lidagi malni setib chiqarib etib, undan keyin biz of deb yuragimiz amin topadi. Shundalar Nasriddin Kamishkimizning topgan pullari ko'p bo'lmasimi, oz bo'lsimi joyiga boradi deb biz mushundaq haqqoniy ishni qilib keldik hozirgacha. Rahmat. Yaxshi tushundirish bo'ldi. Andaq bo'lsa, Munira mushu Adilaning gapini baqib ketdingiz, hikoyasini so'zlab. Adilaning o'zining og'zidan azroq anglab baqsaq bo'lamdi? Qani anglab baqayli.
Rahmat, ekran altidagi barliq ko'rmanlar, naq maydondagi ustozlar, hammalarningki hozirgi vaqt xayrlik bo'lsin. Men shu Eron xalqaro sud shirkatininki shirkat hamkorlashuvchisi Adila xonim bo'lman. Mening shu Eron xalqaro sud shirkatiga hamkorlashuvchi bo'lib kirishimdagi sabab asosiy ikki sabab bor. Birinchisi, bu shirkat qurilg'ili uzun yil bo'lgan shirkat. Burun shu Golden Rose markasidagi rangli kirim bilan Şinjanğa intan yaxshi tunilgan. O'z vaqtida o'zining shu amaliy do'kon xo'jayinlarini intan yaxshi bo'lgan taraqqiy qilish fursatiga erishtirgan. Ikkinchi sabab bo'lsa, bizningki mush shirkatningki kasbiy sapa jihatda, ya'ni bizning liderimiz Munira xonimningki kasbiy sapasi, ter asrash bilimlari meni haqiqiy qoyil qildi. Biz o'zimiz hamda go'zallik yetkazguchi pul suhbatimiz bilan yurtdagi xonim qizlarningki terisiga ega bo'lmasak bo'lmaydi. Shunlashqa biz o'zimizning shu ter asrash jihatdagi bilimimizni nihoyatda yuqori ko'tarish uchun mushundaq bir kasbiylik to'lgan, haqiqiy kasb egasi bo'lgan mushundaq bir shirkatga agishishni to'g'ri topdim. Shunlashqa men shu Eron xalqaro sud shirkatiga shirkat hamkorlashuvchisi bo'ldim. Hayatcan, siz qanday hamkorlashib qoldingiz? Ben özüm tanıştırıp bitmesem, memnunuzlar bilip oldunuzlar. Paradjanın ayali Adila olma. Biz ma yakında şu Eron şirketi bilen tanıştık. Tanışıp şunda yakın bu kettik. Amdi o şirket bilen hamkorlashuvchi bo'lib tanishimizga yig'inchoqlasam 4 sabab bor. Birinchisi Bay Adila degandek tarixi uzun. Men burundan tatib anglab kelgan bu shirkatni. Nasriddin akamiz akirgan Golden Rose markasidagi mahsulotlarni o'zim ishlatgan. Ikkinchisi kasbiyligi. Munira xonim bilan Nasriddin akamningki mushu kasbni tushunganligi bizni qoyil qildi. Uchinchisi bo'lsa chin samimiyligi. Ras haqiqatan samimiy, to'g'ri, rostchilga aqildiki. To'rtinchisi bo'lsa, men bir ayol kishi go'zallikni suyma, shunga o'zimni go'zal, bundan keyin texim yasharoq turishimni xohlayman. Go'zallikni suygan asosda kuchimning yetishicha barliq xonim qizlarga mushu go'zallikni to'g'ri usulda yetkazsam degan umid bilan yo'ldoshim bilan maslahatlashib, mushu shirkat bilan uzun muddatli hamkorlashishni tanladik. Rahmat. Yaxshi paranglar bo'lyapti, ha? Endi mushu paranglardanki oxirida yana bizningki mushu choy rishtimizni tutashtirgan, choy rishtisi programmamizni qo'llagan o'rin Eron shirkatininki oliy maslahatchisi bo'lgan hammalarga mushu korxona yetakchilik sohasida hammalarga ulgu bo'lib kelayotgan bizningki yaxshi esil muallimlarimizdan biri bo'lgan mushu Nurmuhammad Negiz muallimningmi mushu vaqtdagi bizga bir tushunchalarini bergan bo'lsa, biz so'z taklif qilsak, bizmi esil gaplardan bir huzurlanib olgan bo'lsak, marhamat. Bu çayxonadagi barliq aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Men Nurmuhammad muallimdan hammangizga salom. Mush bugungi Eron shirkati uyushtirgan choy rishtasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan shunday xushalman. Rahmat sizlarga. Mana ma'vo hozir igilik tiklaydigan davr. Hammanglar igilik tiklab, meni paqirab o'tirib ketib beribsizlar. Hammanglar hozir xo'jayin. Hergiz mashko'lan xo'jayin emas, sizlarmi xo'jayin. Hammanglar tarmoq shirkatining xo'jayinlari bo'ldinglar. Şu haqiqiy xo'jayindek tafakkur qilmasanlar, sizlar muftli qozonmaysizlar. Şu agar men bir mal sotquchi esanlar, habbo mal shu mallarni sotquchilar. Shu sizlar tarmoq shirkatim qanday taraqqiy qilsam bo'ldi-ki, insanlar haqiqiy xo'jayindek tafakkur qilasizlar. Hozir igilik tiklayman insanlar Guangzhouga berib bir malni yasib kelsanlar, haqiqiy xo'jayin bo'lmaysizlar. Mana menda cho'ng shirkatning ichiga kirib turib, ma bir sahna, bu sahnaning ichiga kirib turib, yuzanlik arzu armon ish qilsanlar bo'laverdi. Şu nurg'ulg'a odamda xo'jayin bo'lashsa, Guangzhouga berib kelib mal yasib kelsa, erindiki xo'jayin bo'lashda o'ylaydi-ki, bu xatolam fuqim. Hech qanday xoslik yo'q. Bayatın Adilkam so'rdi Munira xonimda. Sizning qanday xoslig'inglar bor deb. Bu favqulodda negizlik narsa bu. Yanchiqinglik kichik to'tal pul, kichikkina iqtidoringlar xoslik emas, u hech nima emas bu. Bu mushbetillik kirsizlar, vayron bo'lasizlar. Hozir men nurg'un unidar savdogarlarni korxonachilarni yetaklab bilibman o'taman. Hozir qanday masala eğer sanlar malni yasib ekib qo'yaplam, malni masasa qilib qanday qilamiz dedi. Qanday qildik? Nima xaslik bo'lsa hech qanday narsa yo'q. Barliq pullarni shiyonkalarni shuali qilib, aram malni yasiblamak qiladi. Yanchiqda pul bo'lmasam tugide dedi. Bir malni necha yuz ming ko'q malni yasib ekilib, ashnalarlik korxona mangamdi. Yana necha yuz ming ketdi unga. Mana bunda tashviqotlar bo'ldi, yana boshqa ushaq nurg'u ishlar bo'ldi. Şu aldı keyin hech qanasini o'ylamaylam, beriblam yasib kelib oldi ki.
Onun üstüne muş hazır xo'jayin bo'ldinglar sizlar. Hech qanday xeyim xatar deydigan narsa yo'q. Mana Munira xonim üz berib bazaranla yetishib berdi ekan. Nima degan yaxshi? Hayotim men kichikgina vaqtda nurg'un terining bir narsalarini bilib oldim. Tushundim. Ügünüş qanday bo'ladi desanglar, chelivering chavkanglar. Ügünüş qanday bo'ladi desanglar, kenglik intayin tar, cho'nqirlik intayin cho'nqir bo'ladi. Neft burg'usiga o'xshaydi, neft quduqiga o'xshaydi ügünüş. Shu hamma bir-birini ügünib olmanglar. Hamma nimani ügünib olgan futuq qazanmaydi. İnsanlarınki adamın futuq adeti bir taraflılık bo'ldi. Hech kim ko'p taraflılık futuq qazanib bakmagan. Şun birlam noktaga diqqatingizni markazlashtiringlar. Bo'ldi, teri azrash kirdinglarmi? 5 yil, 10 yil mishdan keyin meyib beqinglar. Mutaxassis bo'lsizlar bo'ldi. Qilaversanglar bo'ldi. Nima kamsizligiga? Kelishingni men sirmaysizlar. Sizlar nima o'z teri mutaxassis deysizlar. Hargiz men maslahatchi, hargiz men ma'u demanglar. Men mutaxassis. Nima? Mushu xufu davshi deysizlar. Teri mutaxassis. Sizlarga ishimiz setib chiqib yetaysizlar. Vakolatchilarmi meni bir yetaklab qo'ysa bo'ladi deb shu umidlarni sizlarga kishidi. Mana bu shunday bo'ldi. Davrga maslahatsanglar bo'ldi. Vakolatchilar do'stlar. Mushaq qilishsin. Payziva. Adilka. Xo'sh. Men yomon yaxshi ko'rib anglaydigan bir naqsh bor-da. Naqsh aytgan akam bugun choyxonamizga kelib qopti Abduvali Nurtay akam. Abduvali. Ash narsani bir anglamayman. Rahmat, anglaylar. Bugünkidek mana bir yaxshi programmada hammanglar bilan shunday bir salomatchilik, yaxshi hurmatli ustozlar bilan ko'rishib olganligimizdan intayin xursandmiz. Shu munosabat bilan sizlarga izchil o'zimiz yaxshi ko'rib aytayotgan hamda yaxshi ko'rib qolgan ijodiyatlarimdan yor yo'qlar demizki naqshimizni o'qib bo'lsak. Yandırgan nideydiken çırak, köydürgen nideydiken parak, köyüp durup yasıyalmasam, köydürgece ketkene çırak. Yandırgan nideydiken çırak, köydürgen nideydiken parak, köyüp durup yasıyalmasam, köydürgece ketkene çırak. Yari yok ne biçare deydu, yari yok ni hem yaklaydu. Yaralgan biz cüptimiz bilen, tenha yürsek nime deydu. Yari yok ne biçare deydu, yari yok ni hem yaklaydu. Yaralgan biz cüptimiz bilen, tenha yürsek nime deydu. Lale dedim laledin muak, yanalmadım keçeler bırak. Küldürmedim köydürgen bilen, köz kısmayla ketkene umak. Lale dedim laledin muak, yanalmadım keçeler bırak. Küldürmedin köydürgen bilen, köz kısmayla ketkene umak. Yari yok ne biçare deydu, yari yok ni hem yaklaydu. Yaralgan biz cüptimiz bilen, tenha yürsek nime deydu. Yari yok ne biçare deydu, yari yok ni hem yaklaydu. Yaralgan biz cüptimiz bilen, tenha yürsek nime deydu. Yari yok ne biçare deydu,
Yari yokni hemmiye kinlaydu Yaralgan biz cüptümüz bilen Tenha yürsek nime deydu Tenha yürsek nime deydu Rahmet. Tutas. Çayxandaki aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Shu topda huzuringlarda bo'layotgan Eron Grim buyumlari shirkati E'tibor to'g'ri savdo shaharchisi alayda qo'llagan Canan Pentexnik shirkati alayda talab qilgan choy rishtisi programmasi. Xo'sh. Bayatdan mana Nurmamat Malim qatorliq shu Eron shirkatiniki liderlari, direktorlariniki naaytdi tafsir tushuntirishiga ega bo'ldik. Bizga bir darslik oldu. Bundan keyin men ishonaman. Bayatdan bir necha vakolatchilar o'zining yurak qalbidagi gapni dedim. Bu shirkatga ishonishimizda bir necha biz asos bor. Masalan, bu Eron shirkati 15 yillik tarixi bor dedi. 15 yil bir ishni qilmoq ancha o'ng'ay emas. Har qanday kasbda. Albatta Nasir Napandovniki Muşu abay men özüm tabi tüketmen anlagan. Golden Doros markasına import akirgendan keyin nurg'un haq yaxshi uqum ato qilgan. Mında qilib aytganda Şinjan bozoriga sifatlik bo'lgan, yaxshi bo'lgan girim buyumlarni akirgan. Shularga ishlatishni o'rgatgan. Men bundan keyin Eron shirkati mushundaq ilmiy yo'lda mangayotgan Amışaq rahbarlarniki, direktorlarniki, alimlarimizning yetakchisida mas'uliyatimiz kundan-kunga yaxshi bo'ldi. Davrimiz yaxshi o'tib bordi. Partiya hukumatimizning siyosati yaxshi. Internet dunyosini, tor dunyosini ichibat, qonunliqlik qilganmiz, qanday qilsak bo'lardi. Bundan keyin hammalarning ishlariga utuq tilayman, rahmat sizlarga. Bugün biz Eron şirketininki salgan dasturxonida naq maydon naqshilarni, esil mazmunliq paranglarni, ham shundaqla nag'mi navolarni, kulki chaqchaqlarni angladik. Kelgan mehmonlarning qadimiga rahmat, xayr xo'sh.